Assalomu alaykum qadrli yurtdoshlar, mevali ko'chatlar profilini kuzatib boruvchi do'stlar. Bugun xudo xolasa sizlarga Bigmen shaftolilarni ko'rsatib o'tamiz. Mana Bigmen shaftolilari ham bugun 4-iyun sanasiga ko'ra qora qizil rangga kirib, yetilib pishdi. Mana mevasini qaranglar, sifati bo'yicha eng yaxshi shaftollardan biri. Hozirgi kunda ichki bozor 25 ming so'm olyapti, tashqi bozorimiz 30-35 ming so'mga eksport bo'lyapti mana. Albatta buni ko'chatlarni xarid qilishlaringiz mumkin. Bu turgan sari yanada qora qizil bo'lib rang olaveradi. Issiq joylarda bu shaftollarimiz pishib tugab bo'ldi. Pastdagi nomerlarimiz 7700866100 raqamlari. Ko'pchilik pastda nomerni ko'rgani tushunmaydi hollar bor. Shuni hisobiga aytib o'tamiz. Mana buni qaranglar. Mevani sifatiga bittadan baho berib o'tasizlar. Yilda olaveradi bu shaftol. 1 yil olib, 1 yil olmay qo'ymaydi. Yiliga juda ham quyib hosil olaveradi. Shaftolimiz 4 yoshda, 4-yil ketyapti. 30 kilo hosili bor. Buni qarang sifatini. Boq qilishlaringizni tavsiya qilamiz. Ishonchli ko'chatlari kerak bo'lsa, pastdagi nomerlar shay turibdi. Podpiskani bosib qo'yamiz do'stlar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.